Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 3. Astana sepildən qilishmog'idek egiz, hayvatlik, mustahkam so'qilgan o'rta sepilning ustida ikki sap tizilgan lashkarlar qurol yaroqlari bilan bir-biriga putlashmay, u yoqdan bu yoqqa bemalol yugurib mangalaydi. Sepilning ikki tarafiga odamning beliga kagudek tam so'qilgan edi. Lashkarlar har qancha tez yugursa-mu, yiqilib ketishdan ehtiyot qilmasa-mu bo'ladi. Sepil üstüge qo'pirilgan aşu bel bo'yi egizlikdagi tamga mangdamda birdan qo'qta yasalgan bo'lib, lashkarlar aşu qo'qtalardan o'zini daldiq ilib turib, yovga bemalol miltiq, o'qya etib zarba beralaydi. Sepil üstüge her 100 mangdam orliqda birdan qubba shakllik munar yasalgan bo'lib, orada qaravulri bu munardan hem Küzetçilik qılatdi, hem yağmur yeşin, qar borandan daldınlatdi. Ordu muhafizatçılar qo'shinining amir lashkarligiga tayinlangan Malika Muhtaram Xenim 40 nafar xos jonbaz qizning hamrohligida pat-pat orduning kechilik muhofizatini ko'zdan kechirdi. Sultan İsmail Xonning oldidimi ko'ngildan nima kessa shuni deyalaydigan. Jangbazlik bo'libmi o'qya etish maharati olaydi yuqori bu malikini ordu muhofizatchilar qo'shindagi barliq sarkarda sarvozlar olaydi hurmatlaydi. Kichkina savallik o'tkazishdimmi ehtiyot qiladi. Chunki Malika Muhtaram Xenim qo'l ostidagi har bir yasovul lashkarlarni xuddi o'zining bir tuqqan qarindishida ko'rib, bir-birini bo'zaq qilishiga yo'l qo'ymaydi. Hal ahvoliga yetib, arz dodini tingshaydi. Ama qilchilik savallik sezib olsa, rahim qilmay jazolaydi. Yaqindan beri Ostanada va boshqa yurtlarda yuz bergan suluk majrolardan keyin ordu muhofizatini qattiq chingitgan Malika Muhtaram Xenim bir qator ehtiyot tadbirlarini yo'lga qo'ydi. O'zi kechilik tekshirishga chiqmagan vaqtlarda o'rinbosar sarkarda yoki muhofizatchi qo'shinning yotish begini tekshirishga chiqartib, ulardan bir qatim ma'lumot anglamaguncha uxlamaydi. Mana bugunmi u kechilik tekshirishga chiqib ketgan yotish begining ahvol ma'lum qilib kelishini saqlag'ash Alisher Navoiyning Mahbubul Qulub nomli kitobini sham yo'riqida o'qib o'tiradi. Alisher Navoiyning ömrüning oxirgi mezgillarida yozgan bu katta asridagi mo'l hayot tajribalari va bilimlarining yakuni, zo'r ijtimoiy masalalar haqida yurgizgan falsafaviy hukmlari Malika Muhtaram Xenimni o'ziga butunlay ram qilib olgan edi. Uningga bu shohona asar har qatim yangi tuyuladi. Shunga bu asardagi bir qism ruboiylar, masnaviylar uningga yod edi. U yolg'iz qolgan chog'larda bu asarni o'qig'ach tafakkur olimiga asir bo'ladi. Bir qism mulohiza, nasihatlarni takror o'qiydi. Dastlabda ichida o'qiydi, keyin ovozi ixtiyorsiz yuqorilab ketadi. Aranlar xizmatidan chekmagil yosh, aranlar xizmatidan chekmagil bosh. Agar boshingga gardundin yog'ar tosh, gar ul toshlar bilan boshing o'shalg'ay, saodat hattodur gar zaxmi qolg'ay. Bu she'rning ma'nosi: kishilar xizmatidan tortmag'in bosh, palakdan yog'simu boshingga gar tosh. Agar shu tosh bilan beshing yerilsa, baxting belgusi deb bil tatug'y qolsa, debdi. Kishilarni rost so'zlashga, rost so'zdan iborat bu go'harni qadrlashga chaqir qilingan tövandagi abzasga ko'z yugurtdi. Rost gap ativa, yaxshi so'z qisqa bo'ladi. So'zga go'zallik jihatdan zinnatlik emasdir. Uningga chinlik ko'rki bastur. Yolg'onchining so'zi qanchaki go'zaldir. So'zida qabihlik shunchaki tugaldir. Rast söz qanchaki tuz aytilibdir. Uning soddiligidan ishonchiga gumon yo'qdir. Gulga yirtiq kiyimdan nima ziyon?
Göherge körümsiz sadaptın nemi nuqsan. Kimning so'zi rost emas, rostchilla ko'ngliga mos emas. Yolg'onchi so'zni bir ikki qitim o'tkizgay, boshqa nima qila olg'ay? Yolg'oni oshkora bo'lgandan keyin rasvo bo'lg'ay. Rost so'zni yolg'onga chulg'ima. Rost so'zlik tilni yolg'on bilan to'lg'ima. Yolg'onchi kishi emas, yolg'on so'zlamak haqiqiy odamlar ishi emas. Yolg'on so'zligini e'tiborsiz qilur. Go'harni sopaldek xor qilur. Kimiki yolg'on so'zni rost so'zga qatar, qimmatbaho marvoyitni nijosatga atar. Şu daqiqada o'yilda anglangan vahimlik bir chirqirgan ovoz kitobga berilib ketgan Malika Muhtaram xonimning diqqatini chalg'itdi. Malika kitobdan beshini ko'tardi-da, kitobni ichiqliq peti rahil ustida tashlab qo'yib, tomga issiqliq agma qilichini g'ilobdan sug'urib olib sirtqa yugurdi. Uninggacha Malikaning xos jambaz qiz nökerlarimi o'yliga chiqib bo'lgan edi. Nima ish bo'ldi? So'rdi Malika Muhtaram xonim qizlarga qarab. Toza onqiranmidiq sarkardam, dedi nökarbishi qarmutuq jambaz qiz. Malika Muhtaram xonim qo'l ostidagi barliq nökar sarkarda lashkarlarni o'zini Malikam demay sarkardam deb atashga ko'ndirgan edi. Atrofni axtiringlar deb amr qildi Malika. Havo tutuq bo'lib, atrof qozon ko'mirilib qo'ygandek qorong'u edi. Deb amr qildi Malika. Havo tutuq bo'lib, atrof qozon ko'mirib qo'ygandek qorong'u edi. Nökar qizlar sham mashallarni yondirib, qasrning ichini axtirishga boshladi. "U yerda bir yotdi" deb to'ladi qizlarning biri. Hammalar durida shu yerga yugurdi. Qizlar shundaqli qarab qattiq cho'chishdi. Chunki yerda ko'krigiga xanjar tiqilgan bir qiz qonga bo'yalgan holatda yotadi. Nökar qizlar Malika Muhtaram xonimning qattiq talab qo'yib mashqlantirishi bilan jonbozlikni puxta egilagan. Yigitlarga xos qo'rqimsizlik yetildirgan bo'lsa-mu, jasad bilan qonni ko'rganda bir qism qizlarni yanada sur bosdi. "Bu ayni yazxon ekan emasmi?" dedi nökarbishi qiz qonga milinib yotgan qizning yuzini to'sib olgan ro'molini qayirib. Bu qiz rostilla Malika Muhtaram xonim qasrining xos xizmatkorlaridan biri edi. Qizlar hamshirasining ichinishliq turqini ko'rib urishdi. "Qaysi na ahlining ishidir bu? Kimning o'ch adovati bor bo'lg'itdi? Rahmatlik ajab yavash qiz edi." Malika Muhtaram xonim Ayniyaz xonning og'ziga qo'lini yaqin akilib, allaqachon nafasdan qolganligini bildi-da, g'azabdan titrab ketdi va shu on ko'ziga mo'lida yosh keldi. "Bir nechinglar Ayniyaz xonni hujraga akiranglar", dedi Malika qizlarga qarab. "Qolganlaringlar men bilan yuringlar." Ular qasrning oldiga 10 necha lashkar bilan paloqlab kelgan yotishbegi bilan do'qurishib qoldi. "Ma'lum bo'lg'ay", dedi yotishbegi jiddiy qiyofatda qo'l bog'lab turib. "Qorovullar sepilga yomishib, xufiyani sirtga chiqmoqchi bo'lgan bir odamni tutyapti. Turqidan o'rda mahramlardek qilmaydi. Qani u mal'un?" so'rdi Malika yotishbegining gapining davomini kutmayla. "Qamab qo'ydik. Yuringlar", dedi Malika. Yotishbegi Malika Muhtaram xonimning g'azablik alfozini ko'rib, nökar qizlarning chiroyidagi ansizlikdan hech nimani anqiramadi. Ular o'rda sepilga yondosh sinilgan lashkargohga yetib keldi. "Ochqinglar ul mal'unni", dedi Malika tishlarini g'uchirlatib. Xizmatkor qizning fojialik o'limi Malikani qattiq g'azablantirgan edi. Chiroyda qon didori qilmagan yotishbegi sarosimiga tushgan holda Malikaning oldida yukinib keldi. "Ma'lum bo'lg'ay, heliqi. Lag'liq titrab turgan yotishbegining zuvoni gapga kelmadi. "Tillarini chaynamay gap qilsalar? Ul mal'un o'zini o'ldiribdi",
Ләшкәрләр солап, ишікнің сыртыдан құлыплап қойған екен. Енедікі хәнжірі білән өзіні боғызлап апты. Неме? Өзіні боғызлап апты? Мәликенің қәһір ғазап кәгәлігіні көріп, ятышбеге бешіне текімі төбәнсі әгді. Çoğun bir suiqasının yiyip uçi, şunun bilen bütünley yo'qoldi. Bütünley yo'qolgan edi. 4. Sehri əfsunları bütülgən məktubları bilən Sultan İsmail xanның көңlini maylı qılıb, yağlama sözləri bilən Qashqar əmri Mirza Haydar Doğlatının işəncisi erişivagan Hoca Hidayetullah İşan Qashqarda sülki işqiya tərğibatını uçuq aşkar ilib berişqa başlagan edi. Onun hazırqı dəbdəbisi ayni vaqtda Şahzade Yolvasxan zamanıstikidən qilishmaydı. Birer 200 sopi dervişinin hemralıqda aq arxımaqqa minib Qashqar şəhriga xohlagancha kirib chiqalaydı. Sopi dervişlərinin jari samalari Qashqarning ko'cha rastlarida hayvatlik gurildaydi. Bir mezgil çöldarab qalgan Hazrat xonqasi qaytadan ovoqlashib necha yuzlagan sopi dervişlar va oyog'i uzilmay kelib turgan tavabchi ziyoratchilar bilan qizib ketgan edi. Öydək yoğanlıqdaki 4 tane daş qazan gün boyu toxtumay qaynab turadi. Təyyar aşqa künüb qalğan haram tamaq sopular, dərvişlər, horun, teciməl bikarçılar, əbgar, divana qalandarlar bikar tamaqni yeb, xoş yaxsa halqa söhbət qurub, jarı sama qızıtıb, xoş yaxmasa Hazrat xonqasi oldidagi maydonda Şərbət gölünün ətrafidagi sögətlərinin sayəsində əsnəb yetib bədenlərdəki pitbürgə sirkilərini səmirtişətdi. Hoca Hidayetullah İşan Hazrat Beğdəki tal barağının sayəsindəki supağa qoşlap sinilgan məxməl körpünün üstüdə pay yastıqqa yülənginicə yan başlap yataddı. Yaş sopi xizmətkarının biri İşanның baş tərəfində oturub gaz peydə yasalğan yelpügüş bilən İşanni toxtumay yelpüydü. Yani bir xizmətkar İşanның putini yumşaq mucub tutuvataddı. Supudaki pakar şira üstüdə 5 gramdaki muritleri keltirgen vil-vil qilib pişqan aq ürük və pichiqliq qoğun turatdı. İşan közünü yerim yumğunicha allaqanda xiyollarga g'arq bo'lgan edi. Shu asnoda paypaslab mang'inicha baqqa kirib kelgan Molla Saqi xalifa sopining tuviga kelib İşanga salom berdi. Assalomu alaykum ne'matlik pirim. Xo'sh, dedi İşan ko'zini ichib, beshini xush yoqmagan holda ko'tarib. Atdigandan beri xonqoga yo'chunlar 2 sayoq paydo bo'lib qoldi. Bu xabar İşanning diqqatini tortdi. Semiz gavdasini pay yostiqdan ko'tarib o'ri bo'ldi. "Ol sayoqlar nadin kepti?" dedi İşan qiziqib. "Shahidona Xotandan jannat makon mazar podshohi Hazratimning tuğu shaddalarini qiqib, maqbarasini tavab qilg'ili keldik deyishidi. Ammo turqi to'limi yo'chun, gap so'zlardan qaraganda xotanlikda qilmaydi. Ol sayoqlar hozir nemish qilishyotidi? Halqa suhbatiga daxil bo'lmadi. Qursiqni to'ydirib olgandan keyin biri ko'lning bo'yidagi so'gatning soyasida bosh ko'tarmay uxlayotidi. Kunduzi uxlagan odam kechasi uxlamaydi", dedi İşan o'ylangan holda. "Hijabul g'ayiblardan ikkisi ularga ko'z quloq bo'lsin. Qolganlar xobgohimning atrofini obdaroq qo'riqtisin. Qilchilik, bexastalik ko'rilmasin." Shu kunlarda Hidayetullah İşan to'liq ehtiyotchan bo'lib ketgan edi. Olayda o'rlashtirib qo'ygan xufiyalari, paydoqchilari harakatga kelib ketib turgan tavabchi ziyoratchilarni yo'shirin paylaydi. Ish harakat gap so'zlarini kuzatdi. Qilchilik gumonliq ahvol satsa, ulul İşanga ma'lum qiladi. Bo'libmi yoq yurtdan kelgan notanish kishilardan ko'proq ehtiyot qilishadi. Ostonaga ketgan hijobul g'ayiblardan xabar bormi? so'radi İşan. "Texch xabar yo'q pirim", dedi Molla Saqi shiradagi o'rik qo'g'iniga osh ko'zlik bilan qarab qo'yib. "Ajab ketdi-ku, ajab kechikib ketdi-ku ular.
Qaytib keldigan qarali yetti bo'lmasa, ol qari musulmon Maxtumzodining qo'liga tushib qolmagandir ya. Molla Saqi xalifa bu savolga nima deb javob berishni bilmay ko'zini chimchiqlatdi. Tegichi saqlab baqayli, dedi Eshon xalifadan sado chiqmagandan keyin. Yana xabar bo'lmasa, ostonaga ting-tingchi mang'ay. Xo'sh, dedi Molla Saqi xalifa. Eğer el yatqu mahal. Hazrat xanqasıdan ko'tarilgan jarri samo sadolari hayvatlik gurildab Eshon qasrining ishik panjalaridan kirib, bulunga tarqalatdi. Heliqi yo'chun tavobchidan ehtiyot qilgan Hidoyatulloh Eshon bugun bog'dagi salqin supida uxlashdan voz kechib, xobgohiga kirib yotgan edi. Garchi ikki so'pi xizmatkari uni to'xtamay yelpib tursimi, uy ichi to'limi demak edi. Issiqda uxlayolmay qiynalib turgan Eshonning qulqiga xonqadan ko'tarilgan jarri samo sadolari kirib oromini buzib etgan edi. Eshon jili bo'lib, u yandan bu yonga to'xtamay o'rlatdi. Bu jarri samoning tezroq tamom bo'lishini tilaydi. Ammo u har qancha qiynalsa-mu, bu jarri samoni to'xtatishga buyruq berolmaydi. Chunki mushu halqa suhbat jarri samo orqali ashu bir to'p kishilarni xonqaga jalb qilib, atrofiga nurg'un kishilarni uyushtirib tura oladiganligini Eshon obdan biladi. Har oqshimi halqa suhbatdan xeyli burunlar tarix bo'ladigan so'pi darvishlar bugun xuddi Hidoyatulloh Eshon bilan qerishayotgandek to'xtash tugul bag'ansiri qizib ketgan edi. Hafızlar biri herib qalsa, biri ulab hikmet o'qiydi. Tariqatga siyosatliq murshid kerak. Ul murshidqa e'tiqodliq murid kerak. Xizmat qilib pir rizosin topmoq kerak. Mundoq oshiq o'lishlardan olar ermish. Allohim, hüvvi Allohim. Pir rizosi haq rizosi bo'lur do'stlar. Haq Taala rahmetidan alur do'stlar. Riyozatda sir so'zini bilir do'stlar. Onda qullar haqqi yavuq bo'lar ermish. Allohim, hüvvi Allohim. Ondaq Eshon paydo bo'lsa joning bergil. Har bir bosqan izlarini ko'zga surgil. Piri komil mukammaldur, beshak bilgil. Kinlar evler pir qadrini bilgan yo'q. Allohim, hüvvi Allohim. Bu jarri samo sadolaridan zerikib, ko'zga uyqu keltirolmagan Eshon to'xtamay o'rlatdi. Eshonni yelpib xultanmay oldin ketgan ikki so'pi xizmatkor pat-pat mugdaydi. Xonqadan ko'tarilgan jarri samo sadosi Eshon qasriga xuddi kelkundak besib kiradi. Xonqadagi halqa suhbat sorundan g'ibida yenib chiqqan yo'chun ikki odam atrofga alanglab qarashdida, sallalarining uchi bilan yuzini o'rab, qo'yinlariga selib olgan yo'g'on xanjarni qo'llariga ilib, Eshon qasrining yon tarafidagi boqqa qarab, shamoldek tezlik bilan yugurdi. Bağının egiz qo'riq temidan chaqqonlik bilan ortilib tushib, Eshon qasr tarafga ilgirledi. Bağının Eshon qasriga kirib chiqadigan ishki taqoqliq edi. Ular tam tubidagi o'rik chiqdi-da, o'rik shoxlaridan maymundak chaqqonlik bilan sakrab, tam ustiga chiqib oldi. Tamga minib turib, qasr ichini birdam tingshidi. Qasr ichidagi barliq uylarning chiroqlari butunlay o'chgan bo'lib, xizmatkorlarmi allaqachon uyquga ketgan edi. Ular tamdan seyrilib pastga tushdi. Putlari hamdala yerga tegib turishiga, xuddi yerdan unib chiqqandek paydo bo'lgan 10 necha gavda ularga biraqli tashlandi. Qisqagina shiddatlik erishishdan keyin u ikkisi butunlay bosh agdirildi. Onungacha mash'allar yiqilib, Eshon qasri yorib ketdi. Yan saroyiga ochiqib, turikka bog'lab qo'yinglar bu mulhidlarni dedi Molla Saqi xalifa hamrohlariga qarab. Men Eshon pirimga xabar qilay. Hidoyatulloh Eshonning qo'riqchilari ikki yo'chun odamni qasrning darvozasi tugidagi saroyga akirib, turikka bog'lashga tutindi.
Shu orliqda yo'chin odamning biri qo'yindan chaqqanlik bilan bir xanjarni oldida yendiki bastik yigitning ko'krigiga tiqavatdi. O'shin topgan qo'riqchilardan bir nechisi qarmutuq yuzida tukush soqolliq, tukush solgandek yuqurba, cho'qurba yana bir yo'chin odamni to'rikka mahkam tengivatdi. Qolganlari qo'liga xanjar ilib olgan kak soqolni buningga qapsib oldi. Qaysin kilissang o'lasan, dedi kak soqolliq. Yavaşlık bilan pichoqni tashla, dedi Molla Naqi xalifa hayva qilib. Baribir qo'limizdan qichib qutlanmaysan, hayot qalay desang, qarshilashma. Kak soqolliq o'ziga qadam-qadam qistab kelgan 7-8 nafar bir-biridan bastik odamlarga shundoqla nazar tashildi-da, ularning qo'ldan qichib qutlanmaydiganligiga ko'z yetib, qo'yindan kichkina bir nasval qapqini oldi-da, og'zini chaqqanlik bilan ichib, qopaqdagi narsani og'ziga qo'ydi. Uninggacha Molla Naqining hamrohlari etilib berib, kak soqolning qo'lidagi xanjarni tortib oldi-da, udul kelgan yeriga urib tepishga boshladi. Bo'ldi. Urmanglar. İşan pirim keldi, dedi Hidoyatullo İşanni boshlab kelgan Molla Saqi. Qo'riqchilar yerda sunayinib yotgan kak soqolliqni yulidi. Lekin kak soqolliq faqatla yer dasyamidi. Uning og'zi burundan va quloqidan qon etilib chiqqan edi. O'lgan o'xshamamdi bu abga, dedi Molla Saqi. Her qancha bo'lsa-mu bir ikki musht peshvaga buncha oson o'lib qolmas, dedi Molla Naqi va yerdagi nosval qapqini ilib purab beqib cho'chib ketdi. Abla, zahar ichibapti emasmi bu juhud? Bu juhud. Yaxshiroq qarsalar bo'lmamdi xalifam, dedi Molla Saqi tapı qilib. O to'rikka mahkam tengilgan cho'qir yuzga ko'z yugurtib, Hidoyatullo İşanning oldiga qo'l bog'lab keldi. Bu murtatlarning biri o'lgan bo'lsa-mu, yana biri hayot ekan, so'roq qilib ko'gaylar pirim. Ey baxti qora banda, dedi Hidoyatullo İşan yilonninkidek surlik ko'zlarini cho'qir yuzga tikib turib. Yerim kechida tam atlab bu muqaddas qasri muborakka xufiyana tushishning boisini so'zla. Tushishning boisini so'zla. Cho'qir yuzning qoni to'rikka mahkam bog'langanligi uchun nafas ololmay hartildab qolgan edi. O deb injiqliqnicha zuvan suranmadi. Bog'laqni bir oz bo'shtinglar, dedi İşan. Bog'laqdan bir oz bo'shangan cho'qir yüz kökrikini to'ldirib nafas oldi. İşan pirimning suoliga javob ber, deb vaqirdi Molla Saqi xalifa. İşan bozorgvarning oltin kumush iriq mollaridan azroq alayli deb o'g'irliq tushgan edi, dedi cho'qir yuz o'yinib o'tirmayla. Yolg'on so'zlama, qari ko'ngil banda, dedi İşan cho'qir yuzning javobiga qoyil bo'lmay. Rast so'zlasang azobdan xalos bo'lasan, joyillik qilsang yaranlarimizning zulmidan qutlanmaysan. Ko'rib turibsan, ular tosh tuproqqa zabon kirgizalaydi. Bu yerdagi zabon degani zuvan til degan gapkan. İşanning so'zlari oxirlashib bo'lguncha Molla Naqi qo'lidagi 6 o'rimlik shiriq qamchi bilan tarasiltib urishga boshladi. Zarib bilan urilgan qamcha cho'qir yuzning badallarini tilib etdi. Bundaq zulm sanmasalar İşan xo'jam, deb yolvurdi cho'qir yuz. Rastilla o'g'irlikqa tushgan, uningdan boshqa muddaoyim yo'q. Amisa sheriking nimishqa zar ichib o'lib oldi? Bunisi man qarang'u İşan xo'jam. Qo'ynini aqtirib yiqinglar. Molla Naqi chashrab berib, cho'qir yuzning qo'ynini aqtirdi. Uning qo'ynidan bir tal xanjar bilan sheriknikiga o'xshash bir tal nasval qapiq chiqdi. Bu nima? deb so'radi İşan nasval qapiqini ko'z bilan imo qilib. Cho'qir lam jim demay turib oldi. Qani, sen Tijmalning zuvoniga kamliginingni bir ko'ray, dedi İşan g'azablanib. Tirniqiga mix tiqinglar, mix qiqinglar.
Molla Naqi bilan Molla Saqi choparmanlarga buyurib, darhalla jazo qurollarini tayyor qildi-da, cho'qir yuzning to'm ham uzun barmoqlarini ayirib turib, tirnoqiga yotqan yingnisidek mixlarni qiqishga boshladi. Cho'qir yuz barmoqi qiqilgan mix azobiga chidamay dahshatlik nola qiladi. Hazrat xonqosidan anglangan jar samo sadolari uning ichinishli dod faryodiga jo'r bo'ladi. "Damsan demamsan!" deb vaqiradi Molla Saqi xalifa cho'qir yuzning tirnoqiga mix qiqib turib. Ani shu yo'sinda cho'qir yuzning 10 barmoqiga bir qitimdan mix qiqildi. Cho'qir yuz bo'lsa, dod faryod ko'targandan boshqa faqatlik gap qilmadi. Shunchavala qiynaqning kor qilmayotganligini ko'rgan Ishon g'azabdan yerilg'udak bo'lgan edi. Molla Saqi bilan Molla Naqi amalsiz qolganligini bildirib Ishonga qaradi. "Qil qiynaq ilinglar bu murtadni. Noji bo'lsa, zaban surmay turib baqsun", dedi Hidoyatullo Ishon g'azab bilan qo'l shiltib. Shu hamon Ishonning qo'riqchilari cho'qir yuzning ishtirini soldirib atgandan keyin ikki putini tizdan turikka mahkam tangdi. Uninggacha otning ikki g'irish kagudak quyruq qilini ochiqqan Molla Saqi choparmanlari orasidagi jinoyatchilarni jazolab, ko'ngil ichishga odatlangan, bo'yinda chilgidak po'qiqoba, kusa, bastik kelgan 45-50 yoshlar chomisidagi so'piga qilni tanglab turib buyurdi. "Qani, so'pim, bu mal'unni zabonga keltirish o'zining karomatlariga bog'liq bo'lib qoldi." Po'qaq so'pi Molla Saqining qo'lidan qilni elib, bir uchini o'ng qo'lining o'tir barmog'iga yo'gab, yana bir uchini bosh barmog'i bilan bigiz barmog'ida chimdab tutib oldi. Da sol qo'li bilan cho'qir yuzning sang'ilab turgan zakarini mahkam qamollab tutib, zakarning ko'ziga qilini tiqib kirgizishga boshladi. Cho'qir yuz avval tipirladi, keyin lavlarini mahkam tishlab qonitib oldi. Qilning ishkirlab kirishiga agishib, og'riq azobiga chidamay vaqirvatdi. "Gap qila, murtad! Muddaoyingni tezroq ayt deyman", deydi po'qaq so'pi zakarning ko'ziga tiqqan qilni birda tortib, birda ishtirib turib. Birdamdala zakarning ko'zidan jirtildab qon chiqishga boshladi. İnson qalbidan chiqqan bu dahshatli qiynoqqa bardoshlik berolmagan cho'qir yuz dod faryod ko'tardi. "Rahim qilisizlar xo'jalarim, rostini dey." Po'qaq so'pi zakardan qilni sug'urib oldi. Zakarning ko'zidan qon temib tushishga boshladi. "Ha, rostini de, murtad", dedi po'qaq so'pi po'qiqini gildan tutib turib. "Men Ostondagi Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon pir buzruk Avliyo Hazratimning hijobul g'ayibdirdim bo'laman", dedi cho'qir yuz iqror qilib. "O'tgan hafta Maxtumzodimiz qasdga uchrab omon qolganda." "Maxtumzodangni kim qasdladi?" aldirab so'radi Hidoyatullo Ishon. "Maxtumzodangni kim qasdladi?" aldirab so'radi Hidoyatullo Ishon. "Aniq bilanmidiq", dedi cho'qir yuz. "U kuni Valiyullo pir buzrukimiz o'ziga bir balo qazoning yaqinlab kelayotganligini oldin ola tuyib, bog'dagi davomli yotadigan supida bir birodarimizni yotqizib qo'yib, o'zi bog'ning bosh tarafidagi supida yotgan edi. Biz kechida boqqa yoshirin odam tushganligini sezib, o'zimizni daldiga ilib turdik. Heliqi ikki murtad supida yotgan birodarimizni Maxtumzoda o'xshaydi deb qolgan chig'i hoyt-voyt deb bo'g'izlab tashladi. Uninggacha biz ulardan birini bosmoqtab tutib oldik. Yana biri qorong'ulikda ko'zimizdan g'oyib bo'ldi. Tong otqucha izdabmi bog'dan uni topolmadik. Heliqi tutib olgan birnicha u og'zi bakmi ching'nimikan, shuncha qiynoqqa g'ing qilmadi. Oxiri Maxtumzodimiz uning og'zini ichish uchun oqti qilishga buyurdi. Rajab darvish uni oqti qilib tashladi, ammo u faqat og'iz ochmadi. Keyin bilsak tilini tishlab uzib olgan ekan. Keyin qandoq bo'ldi? Uni Ishon pirimning buyrug'i bo'yicha bo'g'izlab atdik.
Pir buzurgvarimiz bu Hoca Hidayetullah İşanның suiqasdi dedi de öç ilish uchun İşan hazratlarini qatl qilishga boyam zahar içip ölüp algan buraderimiz bilan meni evetgen idi. İkkinlardan başqa yana adam barmı? So'radi İşan. Yo'q, faqat ikkimizlar. Dedi cho'qir yuz va İşanға yilinishga boshlab. Dedi cho'qir yuz va İşanға yilinishga boshladi. Mening cho'chirdak yetti balam bor. Sizlarga deydiganning hammasini deb berdim. Endi meni qo'yib etsizlar hazratim. Balarim yetim bo'lib qolmasin. Xotin balaring nerede turdi? So'radi İşan nimanidir xayoldan o'tkazib. Pir buzurgimizning og'chilarining xizmatini qilg'ash, Maxtumzoda qasrida tirikchilik qiladi. Cho'qir yuzning javobini anglab, nimanidir xayoldan o'tkazgan İşan yana qaytirib so'radi. Boya deganlaringni ata Qashqar amri Mirza Haydar Do'g'latiga yana bir qitim deb bersang, sesiqchiningdan kechaman, dedi İşan. Bir martam emas, 10 martam da desilimu deyman hazratim. Faqat jinimni aman qo'ysili bo'ldi. Hidayetullah İşan rozimanlik bilan boshlashdi. Bu murtadga obdan qaranglar, o'zini o'ldirib yurmasin, deb topildi İşan keyindan ergishib chiqqan Molla Saqi bilan Molla Naqiga. Xo'sh, dedi ular qulluq bildirib. Ko'ngli xilli xotirjam bo'lgan İşan beg'idagi tal barang ostiga rastlangan to'shakka qarab mangdi. Ikki so'pi xizmatkor amdi İşan pirining pashsini qo'rish uchun orqasidan ergashdi. Bu chaqda Hazrat xonqosidagi jari sama texmo avjib chiqqan edi. Hafizlar bo'g'iq ovozda hukmat aytib Ten sözlemez, can sözlemez, iman sözler. Candan keşken çin aşıqlar, haqni gözler. Arıqlarga xizmet qilib, yo'lin tüzler. Ul aşıqni xalayiqqa sultan qilur. Hüm Allah'ım, hüvi Allah'ım.